الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانه يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرli qarindoshlar, biz Alloh subhanahu va taolaning Al-Quddus ismining 2-bo'limiga qisqa bir istirohatdan keyin 2-bo'limini boshladik. Alloh subhanahu va taolaning izni bilan, rahmati bilan yana shu kelgan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Ulamolar Al-Quddus ismini ta'rifat qilib Al-Quddus ismini tushuntirib yana shunday deydi-ki, Al-Quddus من قدس قلوب أوليائه عن السكون إلى المألوفات. Quddus degan shundaq zatki, shundaq ilahki, u o'zining do'stlari, o'zining valilari, o'zini yaxshi ko'radigan bundaq bandalarining qalblarini davomli inson kunib qoldigan narsalarda to'xtab qolishdan poklig'i deydi. Bu ma'lufat degan nima? İnsan masalan davomli mayli yemek içmekimiz bo'lsin, uyimiz, bola chaqalarimiz, rizqimiz, do'kon, tijoratxonamiz, xizmatimiz, jamiyatdagi o'rnimiz, sog'lomligimiz, qalbimiz, hamma narsamiz biz nima desa, biz davomli holatda to'xtamasdan mush narsamizning hammasi kundan kunga o'pirapmadi. Biz davomli mustahlak, ya'ni ishlatilib mangamiz. Dunyoning g'amlari bizni ham upuritib mangadi. Lekin abidning qalbi bo'lsa-ku, Alloh subhanahu va taolaga yaqin bo'lgan, Allohga bog'langan qalb, mu'minning qalbi bo'lsa-ku, u qalbi bo'lsa davomli mustahlik va laysa mustahlakan. U ishlatguchi, iste'mol qiluvchi, hargiz iste'mol qilinuvchi emas. Nurg'un boshqa narsalar tarafidan kundan kunga upuriluvchi emas, balki iste'mol qiluvchi, u ishlatguchi deydi mu'minning qalbi. Mu'minning qalbi. U butun dunyoni Alloh subhanahu va taolo bu hayotiy dunyoda Alloh ato qilgan mushinchilik qisqa bir umrni Alloh subhanahu va taoloning ma'rifati, Allohni tunish bilan ishlatadi. Buning bilan uni ish qiladi. Hargiz mu'min o'zining havoyi havasining o'zini kontrol qilib, o'ziga qo'mondonlik qilishiga hargiz ruxsat bermaydi mu'min. Mu'min davomli dal aksicha o'zining havoyi havaslarini, o'zining shahvatlarini kontrol qilib, uningga qo'mondonlik qiladigan kishidir mu'min. Davomli nurg'un isil, fazilatlik, axloq, qiyam yani nurg'un prinsipal bir shaxs mu'min. Hargiz nega ko'nglitasi shu yoqqa, nega nimani xohlasa shuni qiladigan, bu shaklda qalaymaqan holatda yashamaydi mu'min. U har bir ishiga eng yuqori o'lcham, eng yuqori prinsip bo'yicha talab qilingan shaklda Alloh rozi bo'lgan shaklda ma'man deb yashaydi. Uning axloqi, uning ilmiy martabasi, uning go'zallik martabasi har bir tarafga qarasangiz, nagalar qaraydigan bo'lsak, mu'min shunday bir shaxsiyatki, ya'ni alohida bir alohida bir ko'rilib turadigan, uningda islomning puruq to'kilib turadigan, islomning azizligi, islomning iftixori uningda yig'ib turadigan bir shaxsiyat mu'min qadrli qarindoshlar. Yana ulamolar shunday deydi-ki, Al-Quddus man tahhara nufusal abidin bi ib'adihim an danasil muxalafat. Al-Quddus yana shunday zatki, u taqvodor bandalarininki, abid bandalari, o'ziga ko'p ibodat qiluvchi bundaq bandalarining qalblarini muxolifat, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning shariatiga, Alloh va rasuli yaxshi ko'rmaydigan
xilop ishlarga, shariatda bo'lmaydigan xilop ishlarga va shahvatlarga ergashish kirlaridan, xilopchilik, Allohning shariatiga xilop bo'lgan ishlarga tushib qolishning paskinchiligidan ularning qalblarini, ularning o'zini ham qanday qiluvchi, yiroq qiluvchi, poklig'uvchi, ularning qalblarini poklig'uvchi zot dedi Al-Quddus. Va zohid bandalarining qalblarini, abidlarning qalblarini Alloh subhanahu va taologa xilop ish qilib qilish kirlardan poklig'uvchi. Zohid bandalarini qanday qiluvchi? Dunyoni yaxshi ko'rishdan poklig'uvchi ularning qalblarini. Dunyo muhabbatiga bog'lanib qilishdan poklig'uvchi. Va Quddus shundoq zatki, ariflarning qalblarini, al-arif billah, Allohni haqiqiy tunigan bu kishilarning qalblarini mimma sivahu dedi. O'zidan boshqa, Allohdan boshqa har qanday narsadan poklig'uvchi. Uning qalbida faqat va faqat Alloh yer olgan bo'ladigan bu shaklda qiluvchi deb shunday so'zlagan. Ya'ni tahhara qulubal abidin va tahhara qulubaz zahidin va tahhara qulubal arifin. Abid, zahid va ariflarning qalblarini poklig'uvchi. Endi bu yerda yuqorida al-abid va zahid va al-arif 3 xil mu'minlarning sifatlaridan, mu'minlarning ichidagi shu 3 xil sifatga ega bo'lgan kishilarni tilga oldik. Abid, zahid, al-arif deb. Bularni birdan-bir biroz tushuncha berish to'g'ri kelsa, al-abid degan kim bo'lsa, Alloh subhanahu va taolaning itoati, Allohning ibodati bilan sifatlangan kishilar. Davomli Allohning ibodatiga yuzlangan, boshqa tarafga yuz, Allohdan boshqaga yuz keltirish, ular tarafga minishdan yuz o'rib butunlay Alloh subhanahu va taolaning ibodatiga yuz keltirgan bu kishilar abid deb ataladi. Zahidlar bo'lsa, Alloh subhanahu va taolaning va'dasiga kifoyalanib, u Alloh subhanahu va taolaning kepilligi, Allohning har narsani o'z kepilligiga olganligidan iborat. Bu va'dasiga xilop bo'lgan har qanday ishdan yuz o'rib, faqat Allohning va'dasi bilan kifoyalangan zahid bo'lgan kishilar dedi. Shuning uchun iza aradta an takuna aghna an-nas fakun bima fi yadayillahi awsaqu minka mimma fi yadayk. Agar desan insonlarning ichidagi eng boy, eng g'ani, eng boy kishilardan bo'lmoqchi bo'lsang, sening shunda holatda bo'lgunki, Alloh subhanahu va taolaning dargohidagi narsa, Allohning qo'lidagi narsa sening qo'lingdagi narsadan bakrak ishonchlik bo'lsin sen uchun dedi. Agar boylardan bo'lmoqchi bo'lsang, Allah dargohidagi, Allohning qo'lidagi narsa sening qo'lingda, hozir yonchiqingda, qo'lingda sanab o'ltagan narsangdan bakrak ishonchlik bo'lsin dedi. Shuning uchun iza aradta an takuna akraman nas, agar insonlarning ichidagi eng karamli kishi bo'lmoqchi bo'lsang, fattaqillah, Allohdan qo'rqgin dedi. Agar insonlarning ichidagi eng kuchli kishi bo'lmoqchi bo'lsang, fatawakkal alalloh, Allohga tavakkul qilgin. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala deydi-ki, fatawakkal alalloh innaka alal haqqil mubin. Allohga tavakkul qilgin. Allah subhanahu wa ta'alaga tavakkul qilgin. Shaksizki sen ro'shan haqiqat ustidasan dedi. Ro'shan haqiqat ustidasan. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hargiz va hargiz ojizlashmanglar. G'amkin bo'lmanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, sizlar eng oliy, sizlar eng ustunsizlar dedi Alloh subhanahu wa ta'ala. Demak, qarindoshlar, yana bu Allah, yana bu iliqi tushkunlik, tushkunlik, bu ojizlik tuyg'usi, bu buruqtirmoq, bundaq bu tuyg'u mu'minning lug'atida bundaq narsa yo'q. Mu'min hargiz, mu'min chunki u butun ishlarining hammasining Alloh subhanahu va taolaning qo'lida ekanligini. Ya bu umidsizlik, bu noiti tushkunlashib ketish bundaq narsa mu'minning hayotida bo'lmaydi. Chunki u barliq ishlarining faqat yolg'iz Alloh subhanahu va taolaning qo'lida ekanligini biladi. U Robbining shundoq go'zal ismlarga ega ekanligi, shundoq qudratli ekanligini biladi u mu'min. Shuning uchun hargiz umidsizlik, bu tushkunlik, qattiq bir xil mayuslanish bundaq tuyg'u mu'minda hargiz sodir bo'lmaydi, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam agar Rasulullohni biror ish,
alamlandirib qayg'uga salsa Rasulullah nim deb duo qiladi desak, la ilaha illallohur rohmanur rohim. La ilaha illallohul alimul hakim deb duo qiladi Rasulullah. Ar-Rahmanur Rahim, Rahman va Rahim bo'lgan Allohdan boshqa iloh yo'q va hammani bilguchi Al-Alim val Hakim, hikmat bilan ish qiluvchi Allohdan boshqa iloh yo'q deb shundaq Rasululloh shundaq deydi. Bir ish qayg'uga salsa. Hamma narsa sening qo'lingda ey Robbim. Sen Rahimdilsan, sen Rahmansan, dunyo oxiratda rahim qiluvchisan sen ey Parvardigorim. Bütün ish sening qo'lingda degan gapda bu duoning ma'nosi. Shuning uchun Qur'oni Karim o'quvchi, Qur'oni Karimni tushunib turib o'quvchi g'amkin bo'lishi, tushkunlashishi mumkin emas. Chunki u Robbining Qur'oni Karimda Robbining nurg'un sifatlarini o'qiydi. Har bir ishning faqat va faqat yolg'iz shu qudratli Allohning qo'lida ekanligini biladi. Ha? Robbi kun fayakun, zul fayazul. Hamma ish Robbining amrida. Vujudga keldi, vujudga keldi, yo'qol deydi, yo'qoladi. Ammo insonda bu hamma ish cheklik insonning. Bütün ishlar cheklik insonning. Mayli u qanchalik kuch ko'p ketsin. Ammo Robbimizning qudrati, fazli karimi cheksiz va cheksiz qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolani tunug'uchilar, al-arif bo'lgan, Robbini haqiqiy tunug'uchilar, ular Alloh bilan turdi. Agar tursa Alloh bilan turdi. So'zlasa Alloh so'zlaydi. Sukut qilsa Alloh bilan sukut qiladi. Qandoq hayotdagi turmush, hayot dulqinlari uni naga elib bosib sharoit nima bo'lib ketsin, ahvollar qandoq o'zgarib ketsin, osmon, zamin ostin ustin bo'lib ketsa-mo, davomli uning qalbiga eng g'olib bo'lib turgan, uning qalbida eng ko'p o'rin oladigan narsa nima? Zikrulloh, Alloh subhanahu va taolaning zikridir. Davomli Allohni zikr qilib turadi. U davomli Alloh bilan yashaydi, qadrli qarindoshlar. Biz mu'min, qadrli qarindoshlar. Biz Alloh subhanahu va taolaga ahdi bergan mu'min. La ilaha illalloh degan bilan biz Robbimizga ahdi bergan mu'min hisoblanamiz. Biz shu ahdimiz bilan mayli xushalliqda bo'lsin, mayli qayg'uda bo'lsin, osonlikda bo'lsin, qiyinchilikda bo'lsin, boylikda bo'lsin, kambag'allikda bo'lsin, sog'lomligimizda bo'lsin, kasalligimizda bo'lsin, xizmatimiz ba vaqtda bo'lsin, xizmatimiz yo'q vaqtda bo'lsin, to'y qilmagan bo'ytaq holatimizda bo'layli yoki to'y qilgan bola chaqaliq bo'lgan holatimizda bo'layli, uyimiz ba holatda bo'lsin, uysiz qolgan chaqlarimiz bo'lsin, biz davomli holatda Robbimizga bergan ahdimizni unutmay, ahdimizni uzib qo'ymay yashashimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Haqiqiy mu'minning ishi bu. Alloh Qur'oni Karimda minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullohi alayhi faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila deydi Alloh subhanahu va taolo. Mu'minlarning ichida shundaq rijal kishilar bor, shundaq erlar borki, ular sadaqu ma'ahadullohi alayhi. Allohga bergan ahdilariga haqiqiy rostchilik bo'lgan, ahdilariga haqiqiy rostchilik bilan ahdi bergan, shu ahdisini ishga oshirgan kishilar bor dedi. Ya'ni bu oyat yana Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mustahkam bo'lib sabatliq turib jihad qilib shu yerda shahid bo'lgan qadar dadillik bilan Allohga bergan ahdlarida mustahkam bo'lgan kishilar bor deb Alloh shu shahidlarni maqtab keltirgan oyat bu, qadrli qarindoshlar. Allohga bergan ahdini hech buzmagan, ishga oshirgan, rostchilikka chiqargan, Allohga bergan ahdisini haqiqiy tasdiqlagan, isbotlagan kishilar bor dedi. Va minhum man qada nahbahu. Ularning ichida o'z ajli bilan shu ularning ahdiga vafo qilib, Allohga shahid bo'lib, ahdisini vafo qilib, shahid bo'lib ketgan shunday kishilar bor dedi. Va ularning ichidan va minhum man yantazir va kutayotganlar bor. Yana shu Alloh subhanahu va taolaning yo'lida shahid bo'lishni kutayotgan mu'minlar bor. Va ma baddalu tabdila. Ular hech o'zgartmadi. Robbiga bergan, Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q deydi mu'minlar. Biz ana shu mu'minlardan bo'lishimiz kerak. Nurg'un shahidlarimiz ketdi, sahobalar ketdi,
ahdisiga vafo qilib, ahdisini ishga oshirib ketdi. Biz mu'minlar shuni kutyapmiz. Biz ahdimizni buzmasligimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Biz eng oddiy hayotimizdagi, hayoti dunyamizdagi kundalik ish harakatlarimizdagi Allohga bergan shu ahdimizni eng go'zal shaklda ro'shan ishga oshira oladigan bo'lsak, Alloh eng yuqori nishonimiz bo'lgan shahidlikdan iborat bu maqomni bergusi Alloh subhanahu va taolo. Odatdagi ishni qilmay turib, odatdagi taklifat, odatdagi buyurilgan ishlarga amal qilmay turib, buningdan yiroq turib, hech bir amal qilmasdan shahidlikni kutish, shahid bo'lsam bo'ldi deyish, bu haqiqatan Alloh subhanahu va taoloning oldida uyulishga tegishli, ayminishga tegishli ish, qadrli qarindoshlar. Ba'zi arif Alloh subhanahu va taoloni tunigan Allohning do'stlaridan ba'zi shunday degan ekanki, azaqanallohu mimma azaqahum shamma innahu waliyyu kulli ni'ma. Alloh subhanahu va taolo bizga shu shahidlarga tetitgan shu lazzatdan bir purvog'idek, bir qitim purvog'idek, bir gulni puraymiz ya, gulni purvog'idek bir xushpuroq shundoq kelgandek bir puroqni bizga tetitdi dedi Alloh subhanahu taolo. Ha? Tetitdi. U shaksizki butkul ne'matning egasidir deb shundoq degan ekan. Ya'ni bu Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'lishning ta'mi. Allah'ını tunugan kişiden başka, Allah'ını bilgen kişiden başka insan herkes tetiyamaydı, qadrli qarindoshlar. Söz qilish başka narsa, tetish başka narsa. Sözünü sözlash, bir narsaning sözünü sözlash, lag'man, so'man deb uni so'zni mandaq tatliq, mandaq lazzatlik deyish başka narsa, uni haqiqiy og'zimizga silib yeyish başka narsa. Tetish başka narsa. Bir insonniki necha milyon pulim bor deyishi başka narsa. Onu sanash başka narsa, onun sözünü qilish, eg'izda deyish başka narsa, onu sanash başka narsa. İkisining o'rtasida osmon zamin farq bor qarindoshlar. So'z qilish oson, tetimoq tez, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, endi bu ism bilan bo'lgan aloqamiz nima degan nuqtaga keldik. Acaba Al-Quddus ismi bilan bo'lgan mu'minning aloqasi nima? Mu'min qanday aloqasi bor mu'minning bu ism bilan degan? Qanday o'rnatimiz biz aloqamizni, bu ism bilan bo'lgan aloqamizda nima ustiga quramiz, qanday aloqa qilamiz bu ism bilan deganda, bilimlar shunday deganki, man arafa hazal isma tahhara nafsuhu an mutaba'ati ash-shahawat. Kimiki bu ismni tunasa, Al-Quddus ismini bilgan kishi o'zining nafsini shahvatlarga agishishdan poklaydi dedi. Shahvatlarga agishishdan poklaydi. Bu ismini bilgan kishi o'z nafsini shahvatga agishishdan poklaydi. Allohu Quddus, Quddus Allah subhanahu wa taala. Munazzah, pokdir Allah subhanahu wa taala. U pok Allah subhanahu wa taala. Hamma narsadan pok bo'lgan bu Rabbimiz pok bo'lgan narsadan boshqa bizning har qanday amalimizning eng poklaridan boshqani qabul qilmaydi, qadrli qarindoshlar. Eng pok, eng saf, eng isildan boshqani qabul qilmaydi, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun agarda biz davomliq Alloh subhanahu va taolo bilan birga bo'lishni xohlasak, buni ta'ma qiladigan bo'lsak, biz chuqum yolg'iz va yolg'iz ana shu Rabbimizga ham yuzlanishimiz kerak. Shuning bilan yuzlanishimiz, uning bilan bo'lgan o'ttirimizdagi bog' aloqa haqiqiy bo'lishi kerak qardoshlar. Muhabbat bilan to'lgan qalb bilan bo'lishi kerak. Haqiqiy zikr, muhabbat bilan bog'lanishi kerak. Mana buning bilan Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Allohu quddusun val quddusu yuhibbul muqaddas. Alloh pokdir. Pok bo'lgan bu zot, pok bo'lgan bu Rabbimiz, muqaddas bo'lgan, poklangan kishilarni yaxshi ko'radi. Poklangan bandalarni, o'zini poklagan kishilarni yaxshi ko'radi. Alloh bizni ana shu muyass ashundaq baxtga erishgan baxtlik saodatmand bandalardan qilsin, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, yana deydi-ki, man arafa hazal ism, kimki bu ismni bilsa, bu ismni Al-Quddus ismini bilgan kishi chuqum o'z nafsini poklashi kerak. Ya'ni ihson martabasiga berishi kerak. İhsan hadisda keltirilgan hammamizga ma'lum. Al-ihson haqida Jibril alayhissalom Rasulullohning qishig'iga savol so'roq shaklida bizga dinimizni o'rgatishgan.
ihson haqida so'radi. Al-ihson an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Quddus ismini bilgan mu'min o'zini poklaydi dedi. İhsan martabasiga yetadi dedi. Sen shundoq ihson degan nima deganda, Alloh subhanahu va taolo xuddi sen uni ko'rib turayotganda ibodat qilishing. Sen uni ko'rmasangmi, Alloh subhanahu va taolo seni ko'rib turadi. Ya'ni shunchalik martabaga yetadiki, qo'rqinch, muhabbat uning butun vujudiga singib ketgan. Butun vujudidan bu yig'ib turadigan shaklda muroqaba Alloh subhanahu va taoloning uni ko'zib turayotganligidan iborat. Bu shuur, bu hissiyotda harakat qildi mu'min. Va yana ulamolar dediki, "Men arafa hazal ism", kimki bu ismni bilsa, kimki bu ismni bilgan kishi o'zining melini haromdan, shubhilik narsalardan poklaydi dedi. Al-Quddus ismini bilgan kishi yuqorida dedik, o'zining nafsini shahvatlarga ergishishdan poklaydi. Melini harom, shubhilik narsalardan poklaydi dedi. Melini harom. Va kimki bu ismni bilsa, huwa tahhara vaqtahu an danasil muxalafat. U o'zining vaqtini Allohga muxolif ish harakat qilib kelishning kirlaridan, bundaq paskinliklardan vaqtini poklaydigan kishidir bu dedi. Davomli holatda shuning uchun mu'min Alloh subhanahu va taolo qayerda buyurgan bo'lsa, shu yerda hozir bo'ladigan shaklda, qayerdan cheklagan bo'lsa, shu yerda bizni topolmasligi kerak Rabbimiz. Bizni ko'maslik kerak u yerda. Alloh nega buyurgan bo'lsa shu yerda, nereden cheklagan bo'lsa shu yerda yo'q bo'lishi kerak. Va ulamolar yana shunday deydi-ki, bu ismni bilgan kishi, bu ismni bilgan mu'min o'zining qalbini g'aflat yo'llaridan poklashi, o'zining qalbini g'aflat yo'llaridan poklashi va o'zining ruhini an futuril musakinat, uni tinchlantiruvchi narsalardan poklashi dedi. İnsanning ruhini tinchlantiruvchi narsalardan poklashi mu'min deydi. Bu tinchlik al-musakinat degan nima bu musakinat? Musakinat degan masalan insonningki ayoliga moyil bo'lib ketishi yoki bola chaqalarga moyil bo'lib ketishi. Ya bu narsa dunyo hayotidagi ba'zi bir narsalar Alloh subhanahu va taoloning roziligini bir chetga qayirib qo'yishga sabab bo'lib qolsa, bo'ldilar degan masalan dars bor deylik. Bir diniy suhbat bor bir yerda. Uydagi bola chaqalaringizni eslab oldi. Yoki ayolingiz voy bo'ldi beraveramiz siz dedi. Buningga moyil bo'lib ketib uyda shuna rahat issiq uyda o'ltirib balonni quchoqlab o'ltirishingiz bir diniy sorundan, bir Allohning dinini o'rganish o'rnidan qoldirib qo'ygan bo'lsa, bu al-musakin insonning ruhini tortadigan, shahvatini mayl qiladigan, jazb qiladigan narsa. Buningga shundoq moyil bo'lib ketgandikanlar, bu nima bo'lsa, bu o'zininki shu musakinatga berilib ketganligi. Allohning roziligi bir tarafga qayrilib qoldi bu vaqtda. Albatta oila bola chaqamizni rozi qilish, ularning haqqini berish albatta Alloh subhanahu va taolo buyurgan ish, ammo hargiz ularni rozi qilish, ularni xushal qilish Alloh subhanahu va taoloning bir amridan, bir buyrug'idan bizni to'sib qo'ymaslik kerak yoki bir yaxshi bir amaldan bizni to'sib qo'ymasligimiz kerak. Yana ulamolar shunda dediki, kimiki bu ismni Al-Quddus ismini bilgan mu'min u biz yuqorida dedik. Hattoki o'zining ruhini o'zi moyil bo'lib qoldigan, o'zining ko'ngli tortadigan shu tarafga, ko'ngli tortib qoldigan, moyil bo'lib qoldigan narsalardan poklig'i dedik. Yana shu qadar deganki, qarab boqayli olimlar deganki, Al-Quddus ismini bilgan mu'min u o'zining siridan tortib, ichki dunyosidan tortib anil mulahazati val iltifatat. Har xil mulohiza, har xil iltifat, boshqalarning nazar selishlaridan tortib, falon men qarawatganmidi, falon mening qarawatidimi degandek bu tuyg'u, bu shuurlardan poklig'uchi deydi Quddus ismini bilgan mu'min. O'ylab boqaylik. Masjidga namoz o'qish uchun bir tunishini ko'rib qoldi. Namozni ajoyib chiroyli, texmbak go'zal qilib o'qib ketsa, palani qarawatida. U Alloh subhanahu va taolo xoshi bo'lgan inson emas u. Rabbim ko'rib turdi deb ibodat qilayotgan inson emas, o'sha palani uchun qilgan inson. Ash palani ko'ryotdi, palani ko'z texmbak chiroyli o'qib, aldirmay ruku sajda qiladi.
deb shundoq bir qalbiga shundoq narsalarni shu qalbiga kelib qolgan shundoq narsalardan qalbini poklovchi. U faqat va faqat Robbiga yuzlanuvchi. Har bir ishni faqat shu Robbiga qildi. Hargiz va hargiz mahluqotni mulohaza qilmasligimiz kerak. Mahluqot meni palani ko'rib turibdi, palani mening ishimga qarayapti degandek bularni hargiz e'tiborga olmasligimiz kerak. Biz faqat Robbimizning dargohidagi o'ringa ko'z tikishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Agar Robbimiz bizni tushirib o'tib qolsa bir yerdan, nazaridan tushirib qolib qolsa, butun dunyo bizni maqtab ketsin. Robbimizning dargohida qirchilik martabamiz yo'q bizning. Butun dunyo bizni maqtab ketsin. Agar Robbimiz bizning maqomimizni ko'tarsa, butkul dunyo bizni qarshi chiqib, butkul dunyo bizni so'kib ayblasa ham, bularning ayiblashi Robbimizning dargohidagi maqomimizni, o'rnimizni hech bir zaman qilchilik tushirib qo'ymaydi, qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Shuning uchun butun qalblarimiz eng chunqur hissiyot, shuur qalblarimizning ichidagi shu tuyg'ularimizni tatib Allohdan boshqalarni mulohaza qilib o'ylab qilishdan hazar aylishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Yana Al-Quddus haqida o'limalar shunday deydi, qadrli qarindoshlar. Bu ismni bilgan mu'min, Al-Quddus ismini bilgan mu'min hech bir maxluqqa harommaydi dedi. La yatazallalu li makhluqin va la yuzillu nafsahu allati biha abada robbahu bal yasmu biha. U hargiz va hargiz bu shu nafsi bilan, shu jini bilan, shu vujudi bilan Robbiga ibodat qilgan bu nafsini, bu o'zini Robbiga Parvardigoriga ibodat qilgan nafsini hech bir zaman bir maxluqqa xar qilmaydi dedi. Balki yuqori o'rildi dedi. Maqomini yuqori ko'tardi dedi. Xo'sh, biz bu nafsimiz bilan Allohga ibodat qilamiz, qadrli qarindoshlar. Allohga yuzlanamiz. Acaba Robbiga ibodat qilayotgan Allah subhanahu va taologa yuzlangan bir jon, bir vujud, bir badanning, bir nafas, bir ruhimiz, biz qalbimizningki bir maxluqning oldida xar bo'lishi loyiqmi, qadrli qarindoshlar? Xar qilib berishimiz loyiqmi bu jismimizni, bu badanimizni, bu qalblarimizni? Va Robbimizning Quddus ismini bilgandan keyin ham shunday xar qilib berishimiz joizmi? Loyiqmi, qadrli qarindoshlar? Bu nafsimiz Allah subhanahu va taolaning ismini, Allohning ma'rifatini, Alloh haqidagi ma'rifat, bilimni tunib poklangan nafsimizni bir maxluqning oldida xar qilib berishimiz loyiqmi acaba? Shuning uchun hadisda man jalasa ila ghaniyyin fatada'da'a lahu zahaba thulusa dinihi dedi. Kimiki bir boyning qishig'i berib o'ltirib, uningga bu yerda ilinib, uningga miskin ko'rinib, uningga voydab xushomat qilib, uningga dardni miskin holatda ko'rinsa, u insonning dinining 3dan 1 ketib qolgan bo'ldi dedi hadisda. Alloh saqlasin, qadrli qarindoshlar. Alloh bu she'rni aytgan kishiga Alloh rahmat qilsinki, ij'al li robbika kulla izzika yastaqirru va yathbutu fa iza tazazta biman yamutu fa inna izzaka mayyitu. Sen butkul Robbing uchun barliq izzatingning hammasini faqat Robbing uchun qilgan. U mustahkam qaror olib, sabit holatda turdi. Hech sendan ayrilib qolmaydi dedi. Agarda sen o'ladigan kishi bilan izzatni buningdan tamo qilib, buningdan kutib qoldi ekansan, sening izzating shaksizki o'likdir dedi. O'ylab boqaylik. Yana o'ylab boqaylik, qadrli qarindoshlar, bir shikoyat, bir o'zimizga o'xshash bir maxluqqa shikoyat qilish, Ar-Rahman, Ar-Rahim bo'lgan Robbimizni shikoyat qilish, Rahimdil bo'lgan, hammadan Rahimdil bo'lgan bir zotni, o mening holimma u bu deb bir maxluqqa shikoyat qilish ayiblik bir ish, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom Jibril alayhissalom qishig'i kelib, sening bira alaka hajatun, alaka indallohi hajatun deb shuna deganda, Jibril alayhissalomning qishig'i kelib, Jibril alayhissalom Ibrohim alayhissalomga o'tiq tashlagan vaqtida, kafirlar uni Ibrohim alayhissalom o'tiq tashlagan vaqtida Jibril alayhissalom
Allah tarafından avatildi. Kelip deydi İbrahim aleyhisselam'a. Alaka indallahi haca. Senin Allah dergahida Allah'tan kütüdüğün bir hacitin var mı da şuna deydi. Kim o devatqını? Adetki bir insan mı? Dadısı aksi mi? Vahiy periştisi boğan Cibril aleyhisselam kelip deydi. Yani bazı bir rivayetlerde hacitin var mı degendeken ya sendin mi da şuna deydi. Yo'q degandeken yo'q menden emas. Allah subhanahu ve taoladan kütüdüğün bir hacitin var mı dedi. Bu rivayette alaka indallahi hacet bir vasıta kelgan. Yani senin Rabbin Allah subhanahu ve taoladan kütüdüğün Allah'tan kütüdüğün bir hacitin var mı da şuna soraydı. O'tqi tashlangan vaqt. O'tqi tashlanish oldidagi vaqt qadrli qayranlashar. O'tqi tashlanish oldidagi shu osmon zimin tog'dagi o'tni qo'yib bergan vaqt. Shu vaqtida kelib sening Rabbingning dargohidan kutadigan, Rabbingdan kutadigan bir hojiting bormi degandan keyin ular shunda kofirlar buyuk o'tni yoqqan edi shu vaqtda. Nima deb javob bergan qadrli qarindoshlar? İbrahim Aleyhisselam nima deb javob bergan sizlarcha? Degan ki ilmuhu bi hali yughni an suali deb javob bergan qadrli qarindoshlar. İbrahim Aleyhisselam ügünüşümüz kerak bo'lgan. Biz hayatımızda bilişimiz kerak bo'lgan, tatbiq qilishimiz kerak bo'lgan mavzu qadrli qarindoshlar bakayın. Ilmuhu bi hali yughni an suali. Rabbingdan bir hajiting bormi deganda Rabbimning mening hozirgi ahvolimni bilishdan iborat. Allah biladi. Mening hozir qanday ahvolda ekanligimni albatta Rabbim biladi. Şu bilgen, şu ilminin özü mening onundan sual so'rashimni behojat qildi. Rabbim biladi buni. Shuning bilan nima dedi Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim dedi. Dedik biz dedik ayette Kur'an-ı Kerim'de. Ot İbrahim aleyhisselam'a İbrahim'a soğuk salametlik bir işliği bulundu İbrahim Aleyhisselam. Öyle bakaydı. Tefsir şuna dedik ya, eğer Allah Subhanahu ve Teala bir yerde "Kulna ya naru kuni bardan" deb ve salaman degan gapni demagan bo'lsa, oyatning oxiridagi bardan ve salaman deb dedi. Kuni bardan deb to'xtab qolgan bo'lsa, İbrahim Aleyhisselam shu tog'da yiqilgan, yalqullab shu kuyayotgan o'tning ichida soğuqdan ölüp qolgan bo'ladi dedi. O'ylab baqdikmi qadrli qarindoshlar? Kuni bardan degan bo'lsa, soğuq bo'ling degan bo'lsa, İbrahim Aleyhisselam shu o'tning ichida soğuqdan ölüp qolgan bo'ladi dedi. Lekin Allah bardan ve salaman. Shunda salqin, salomat beg'ishlik uchun salomat saqlaydigan holat so'g'ib bo'ling dedi Allah subhanahu wa taolo. Va deydik yana agar de Allah subhanahu wa taala kuni bardan ve salaman ala İbrahim demay, qulna ya naru kuni bardan ve salaman degan bo'lsa, ala İbrahim, İbrahimga demagan bo'lsa, İbrahimni demagan bo'lsa, o't shu zamondan, shu vaqtdan tortib qiyomat qoyim bo'lguncha o't deydigan o't ko'ydirmaydi dedi. Butunlay ko'ydirish xususini yo'qotdi dedi. Aşı vaqtdan boshlab İbrahim Aleyhisselam o'tga tashlangan kundan boshlab o't hech ko'ydirmaydigan bo'ladi. Hiçbir narsa ya bugungi zamonimizda bu tamoq etish, buni bir narsani pishirib yeyish, bu narsa hiçbir zaman mavjud bo'lmagan bo'ladi qadrli qarindoshlar. Lekin Allah ala İbrahim, faqat İbrahimga. Aşı mavzudilar, shu o'rindilar. İbrahimga shunday bo'lgan dedi. O'ylab boqaylik. Ya Rabbi, demek biz qanchalik ne'matning ichida ekanligimizni ko'raylik qadrli qarindoshlar. Rabbimizning qanchalik qudratli ekanligini, qanchalik
bandisiga qandoq yordam qildiganligini ko'rib boqaylik qadrli. O'ylanaylik qadrli qarindoshlar. Shuning uchun nihoyat go'zal aytilgan so'z borki qadrli qarindoshlar, "Iza kanallohu ma'aka faman alayk va iza kanallohu alayka faman ma'ak." Agar Alloh sen bilan birga bo'lsa, Alloh sen tarafda bo'lsa, kim sening qarshingga chiqa olsin? Kim sana muxolifat qila olsin? Kim seni oldingda tik tura olsin? Agar Alloh sening qarshingda bo'lib qolsa, kim sen bilan birga tura olsin? Kim sen bilan birga tura olsin? Mu'minning shuning uchun mu'minning Alloh subhanahu va taolo dargohida mu'minning o'rni alohida bo'ldi. Maxsus muomala qildi mu'minga Alloh subhanahu va taolo. Buning dalil nima degan vaqtida Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo sura Anbiyoda shunday deydi. "Wa zannuni iz zahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين." dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Bu oyatda Allah subhanahu Yunus alayhissalomning qissasini bayon qilib berdi bizga. Ha? Buni bayon qilgan deydi. Va zannun, ya'ni vazkur zannun, ya'ni Yunus alayhissalomning qissasini bayon qilib bergandan gap edi. Bir fe'l mahzuf bu. Yunus alayhissalomning qissasini bayon qilib bergan. O'z vaqtida u nima degan? U qavmining iymon etmaganligidan shunchalik da'vat qilib iymon etmay turib olgan degan qavmi xafa bo'lib shahardan chiqib ketdi Yunus alayhissalom. Hamda u Yunus alayhissalom u bizni beliqning qornida o'zini qismaydi deb o'yladi. Ammo lekin voqealik uzun bir voqealik tafsirlarda so'zlandi bu yerda. Yunus alayhissalom oxirida bu kema to'lqinib ko'tarilmay mal mulkni butun mallarning hammasini tashlab qo'ydi. Uning kendi mallarning hammasi dengiz tashlasa yana bo'lmaydi. Odam tashlash uchun bu yerda hammasi Qur'on silishib bu yerda chek tashlash degandek. Va hammasi davomli Yunus alayhissalomga chiqib qoldi bu. Oqidan Yunus alayhissalom tashlamaymiz deb men oqidan 3 qatim oqima chiqib qolgandan keyin Yunus alayhissalomni oxiri tashlashga majbur bo'lgan gap. O'zini atidi Yunus alayhissalom Alloh subhanahu va taolo nihoyat cho'ng bir ketdi, ya'ni al-hud deb arab tilida atildi bu. Nihoyat bak buning shu ya'ni ig'irligi taxminan bugungi nimada 150 tonnadan ortiq keldi ekanda hamda uniki. Shu Yunus alayhissalomni yutib olgan shu kitni, shu cho'ng hamda shu beliqninki ig'irligi 150 tonnadan oshdi deydi. Ya'ni uning odatda bir bolasini, shuni o'limalar shunday deganki, bundan tadqiqotchilar, bir bolasini kunda, ya'ni bir bolasini har bir vaqt imitsa, bir qitim imitganda 300 kilogram sutlar imiti deydi bolasini. Odatdagi normal bir vaqt tamoqi 4 tonna beliq yeydi ekan bu. Bir vaqt normal tamoqi 4 tonna beliq yeydigan shunday cho'ng. Ana shunday kitni Alloh subhanahu va taolo Yunus alayhissalomni yutib olishga amatidi. Yunus alayhissalom bunun qo'sqiga tushib qoldi. Mana nima deydi bu qorong'ulikning ichida? "Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin." Yunus alayhissalom ana shu beliqning qornida turib Allohga tasbih etdi. Sendan boshqa iloh yo'q ey Robbim. Sen pok tursan, men zolimlardan bo'lib qoldim deb shunday. Fanada fi zulumat la ilaha. U qorong'uliklarning ichida Robbiga nido qildi dedi. O'ylab boqaylik. Bu yerda herkes zulmat, yana bir qorong'ulikning ichida zulumat deb arab tilida ko'plik sonda keldi. Zulumat tafsir shunday bunday ekan. Nimishqa qorong'ulik deb shunday desa, u bir kechining qorong'uligi dedi. Kechisi dedi. Kechining qorong'uligi bir qorong'ulik. Dengizning qorong'uligi bir qorong'ulik. Dengizning qorong'uligi va beliqning qo'sqining ichi bo'lgandiki u bir qorong'ulik. Qatma-qat 3 qorong'ulikning ichida bo'lganligi uchun fiz zulumat deb oldi dedi Alloh subhanahu va taolo bu oyatda. Fanada fiz qatma-qat qorong'ulik. Ashu qorong'ulikning ichida Robbiga nido qildiki, "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Sendan boshqa iloh yo'q ey Robbim.
Sen paktursan, men zulm qiluvchilardan bo'lib qoldim dedi. Rabbimiz nima deydi? Yunus alayhisolamning duosiga nima dedi? Fastajabna lahu va najjaynahu min al-gham. Biz uning duosini ijobat qildik deydi Rabbimiz. Va uni g'amdan xalos qildik deydi. G'amdan xalos qildik. Xo'sh, endi nima diqqat qilgan qadar. Her birimiz xo'shallikdan yuragimiz portlab ketishi kerak bo'lgan bir xo'sh bishoratni berdi bu oyatdan keyin. Diqqat qiling qadrli qarindoshlar. Her birimizning yuragi yerilib ketgan darajada xo'sh bishoratni berdi-ki, Alloh bu oyatning oxirida va kazalika nunjil mu'minin dedi. Ana shunga o'xshash mu'minlarni biz ana shunda xalos qilamiz. Ana shunda qutqizamiz. Ana shunda ham qayg'ulardan, kelishmaslikdan ana shunda qutqizamiz dedi. Ya Rabbi, ulug' Parvardigor. Rabbimizning mushu oyati bilan butun qalblarimizda muhabbatga, nurga to'ldirishga yetarli qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Nima degan cho'ng xush bishorat bu qadrli qarindoshlar. Va kadalika nunjil mu'minin. Alloh subhanahu va taolo bizni nijotga erishgan mu'minlardan qilsin. Demak, qadrli qarindoshlar, endi mavzuimiz qaytib kelsak, mu'min Al-Quddus ismini bilgan bu mu'min hargiz va hargiz maxluq oldida. Qandaqsiga xar qilsin o'zini maxluqning oldida. Allohni tunish bilan poklangan, yuqori o'rlagan, ruhi yuksalgan bu mu'min qandaqsiga bir maxluqqa o'zini xar qilib bersin. Mustahil, bu mumkin emas bu. Va shundaqli bu Quddus ismini bilgan mu'min uning qalbida Allah subhanahu va taologa shohidlik bergan, Allohga guvoh bo'lgan bu qalb bilan hiçbir maxluqni yo'g'on bilmaydi, cho'ng bilmaydi. Bu deganlik herkes takabburlik qildi ularga deganlik emas, qadrli qarindoshlar. U Allohni ham eng muqaddas, eng ulug', eng cho'ng bildi degan gap. Hech kim uningdan boshqa har qanday maxluq uning nazarida uni qilib etadigan, buni qilib etadigan kuchga ega emas u. Allah halimasa, Allah kuch bermasa, Allohning irodasi hech bir ish qila olmaydi deb qaraydi. U qalbi bilan Robbiga shohidlik bo'lgan, Robbiga guvohchi bo'lgan bu qalbi bilan hech bir maxluqni ulug'lamaydi, cho'ng bilmaydi. Chunki u Robbi Alloh subhanahu va taoloni ulug'lagan. Bu qalb Alloh bilan birga qo'shib, kuch-quvvat, qudrat, bu narsani aziz qilish, xor qilish bu narsada yana bir maxluqni nim bo'lib kelsin, uning bilan teng o'rinda ko'rmaydi. Faqat va faqat Allohning do'stlarini ulug' ko'rdi, cho'ng bildi. Allohga yaqin bandalarni, solih kishilarni ulug' bildi. Chunki bu yerda ularni yaxshi ko'rish, ularni ulug' bilishni bo'lsa, natijaga elib boradigan narsa o'xshash. Chunki Allohning avliyolarini, Allohning do'stlarini yaxshi ko'rish, Allohni yaxshi ko'rish degan gap qadrli qarindoshlar. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu va rasuluhu ahaqqu ay yurduhu in kanu mu'minin dedi. Shundaq munofiq tabiat kishilar borki, ular sizlarni rozi qilish uchun Alloh bilan qasam qilishdi. Voy biz andaqdiq, biz mundaqdiq. Biz hargiz undaq gapni qilmadik. Undaq qalayotgan gapni qilmadik biz deb qasam qilishib ketdilar. Agar ular rostli mu'min bo'lgan bo'lsa, rostchil mu'min bo'lgan bo'lsa, ular Alloh va uning rasuli rozi qilishga eng haqli kishilar ular edi dedi. Alloh va uning rasuli rozi qilishga eng haqli bo'lgani ular edi, Alloh va rasuli edi. Agar ular haqiqiy rostchil mu'min bo'lsa dedi. Demak, Rasulullohni rozi qilish, Allohni rozi qilish. Allohni rozi qilish, Rasulullohni rozi qilish. Yana o'limalar deydi-ki, bu ismni tunigan mu'min, Al-Quddus ismini bilgan mu'min, u chuqum yo'qitib qo'ygan, qo'lga kelib bo'lib, qo'liga egi bo'lib, yo'qitib qo'ygan narsaga hargiz parvo qilmaydi dedi. Ayrilib qolgan bir narsaga parvo qilmaydi. Tushuninglarmi qadrli qarindoshlar? Qo'liga bir narsa kelib bo'lgandan keyin undan ayrilib qolsa, hargiz parvo qilmaydi, pushaymon qilmaydi, voy Alloh kalla demaydi. Ya'ni u shundaq mu'minki qadrli qarindoshlar. Uning qalbi, zihni Allohning ma'rifati bilan to'lgan.
ruhi Allah'ның marifati bilan yuksalgan. U mu'min mayli qaraysizki dunyo nayt oddiy yashayotgan bo'lsin-mi? Uy odatdagidek bo'lsin, yarasida o'tirgan bo'lib qolsin-mi? Maaşı az, xizmeti odatdagi bir xizmat. Ayoli o'tir hal bir sinfdagi ayol. Qo'shnilari uni davomli avara qilib turadigan, jadal qilib turadigan qo'shnilari bo'lsin-mi? Davomli deydi-ki, ya Rabbi maza faqada man wajadak. Ey Rabbim, seni topgan, sana erishgan kishi nimadan ayrilib qoldi? Sana erishgan kishi nimadan ziyon tortdi ey Rabbim deb shunday deydi. Uning barliq so'zlari shu. Yani deydi-ki, shundoq odatdagi hayot yashab turib, Allah subhanahu wa taala bizga o'z ikromidan nurg'un ikrom ato qiladi. Bizga hech bir narsamiz kam emas bizdan deb shunday deydi. Mana bu haqiqiy no'chilik qadrli qiladi. Mana bu haqiqiy Allah subhanahu wa taolaga shukr aytish, Allohga haqiqiy qul bo'lishning ko'rinishlaridan birisi qadrli qiladi. Allah'ın haqiqiy tunigan vaqtida mu'min, Allohga haqiqiy bog'langanda bir mu'min, uningdan kim bog'lanib bo'lgandan keyin hech bir ziyonni haqqan sho'ngib ketsimi, ziyon bilmaydi. Ziyon emas uning uchun. Hargiz ziyon tatmaydi o mu'min. Ig'ir kasal bo'lib ketsin, uni og'ritayotgan, uningga alam berayotgan kasal bo'lib ketsin. Deydikan bu Allohning mashiatulloh, Allohning xolig'ini, buningda bir hikmat bor deb shunda nihoyat tamkin holati deydi. Men Allohning qazosiga roziman. Mana bu hissiyat, bu tuyg'u, bu shuur insondagi, mu'mindagi bu shuur, u tatiyotgan alam, u azoblarni unutildirdi uningga. Bu tuyg'u qadrli qarindoshlar. Shuning uchun nihoyat go'zal bir beyt o'qilganki, Alloh rahmat qilsin aytquchisiga, falaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. Kaşke sen tatlık bulup aramız şundaq tatlılıqlan buladigan bo'lsa, yani bu güzel yüz tercüme qilish biraz tashkil ekan. Bu arabcha she'r bo'lganligi uchun qopiyalashtirib tercüme qilish. Kechirgaysizlar buningga. Falaytaka tahlu wal hayatu mari. Bu hayotning hammasi ochiq bo'lib ketsin dedi. Bu she'rda Robbiga bo'lgan, bu she'rni yozuvchini mu'min Robbiga bo'lgan o'zining muhabbatining naqadar yuksakligini anglatadi qadrli qiladi. Bütün hayat açık, zəhərgə tolub kəssin. Səllə tatlıq boğun deyil. Səllə tatlıq boğun. Və səllam, kaşki səllam razı bolsan, onun kəyində bütkül məxluqatlarının həmmisi mənə qəzəblənsin deyil. Həmmisi qəzəb bilən olsun. Səllə razı boğun. وَلَيْتَ-الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ. Və kaşki mən bilən sizin oturan avat bolsun. Hiç üzülüb qalmasın aramız. Men bilen senin oturan ey Rabbim avat bulsun, üzülüp kalmasın, şundaq avat tutulsun, bağlaqlıq halet tutulsun ve onun keynidin men bilen bütkül alemlerinin arası üzülüp harap halette, veyran halette bulsa hem eğer sen taraftin boğan iza sahha minkel vuslu fel kullu hayyinun ve kullullezi fawqat turabi turabu. Sendin boğan bağlanış, sen taraftan boğan bu ulunuş sağlamlı buldu iken, toğurlu buldu iken, hemme nasi bikav, hemme nasinin adeti nasi, hemme nasi adeti nasi. Tuprağının üstüdeki, bu toprak üstüdeki bütün nasi topraktır dedi. Topu üstüdeki hemme nasi, nime bolsa hemmesi topudur dedi. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. Yeni bir beyit. Eğer senin közlerin biz bizning nimetlerimiz ata kılınan şu nimetlerimizni köygen kişiler köygende bizning yaxşılıklarımızını sizin közlerin köygen bolsa hergiz ve hergiz bizden başkalar tarafka burulup ketmegen bolatdan deydi. Bizden başka tarafka menip ketmegen bolatdan. Eğer senin kulakların bizning güzel hitabımızı anlagan bolsa sen üzerinin üstüden ajaplanish bu çoğunçılık giyimini sep taşlayıp etip bizning dergahimiz, bizning qishimiz kelgan bo'ladi deydi. Öyle bakaydı. Şunun için El-Quddus ismini bilgen mu'min
o'zi yutirib qo'ygan bir narsaga erishib bo'lgandan keyin uni yutirib qo'ygan narsaga hech bir zaman parvo qilmaydi. Hech bir zaman parvo qilmaydi. Bir qatim yani Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqida shunday go'zal bir so'z tilg'alindi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu har biz hayotimizni unutib qolmasligimiz kerak bo'lgan narsa qadrli qarindoshlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dunyodan qo'ldan berib qo'ygan hech bir narsaga pushaymon qilmaydi ekan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dunyodan dunyoviy bir narsalarning qo'lidan chiqib ketib qolgan hech bir narsaga hayotida pushaymon qilmaydi ekan. Yana bir xususiyati bor, agar bir ishga niyat qilib maqsad qilgan bo'lsa, uningga erishmaguncha to'xtamaydi ekan. O'ylab boqayli. Bugun kunda atrofimizga qaraydigan bo'lsak, hammasi nurg'un shikoyatlarni anglaysiz. O'zining nasibasidan qaqshayotgan, bu ta'lim yo'qkan deyotgan, kajtalaylikkanman deyotgan, o mening ayolim andaq deyotgan, akam mandaq deyotgan, yana bir nima mundaq deyotgan. O'ylab boqayli. Qaqshab yurgan. Qadrli qarindoshlar, biz o'zimizning qaysi yo'lda mengayotganligimizni bilib mengishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Qaysi yo'lning ustida ekanligimizni bilib mengishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuninki dunyodan hech bir narsaga pushaymon qilmaydi dedi, qo'ldan chiqib ketgan. Va nima desa yana bir sifati u wala yarji'u qabla al-wusuli ilayhi ba'da ma qasadahu dedi. Maqsad qilib bo'lgan, bir maqsadni qilib bo'lgandan keyin uningga yetishdan burun qaytmaydi dedi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Biz bir yo'lning ustida, haq bir yo'lning ustida ketyapman deb ketyapmiz. Uning keyinda shundoq u yoq bu yoqqa qaydigan, boshqa yoqqa moyil bo'lib ketadigan. Nima uchun? Birisiga qarasangiz, men hozir o'yinmasam bo'lmaydi, men pul topmasam bo'lmaydi, hozir biz toptirayman deb boshqa nurg'unlagan, halol haram demasdan ketayotgan, to'g'ri yo'lda mengib bir mazgil mangan ekan. Yana birisi Alloh subhanahu va taolaning yo'lida mengayotgan bir inson, to'y qilmagan holda bo'ytaq vaqtida shunday chiroyli mengayotgan bir inson, to'y qilib bo'lganda ekanlar qarasangiz, u baribog'an sir ilm so'rovlaridan qilayotgan, texinbek burunqi taqvoligi yo'q bo'layotgan, bu rahat farog'at bola chaqa u bu deb o'zininki shu dunyodagi oddiy kichikkina bir rohatini deb nurg'un cho'ng erishilmoqchi bo'lgan savoblar Alloh dargohidagi rahmat, dunyodagi ilm so'rovlari bundan mahrum qilayotgan. Bu yo'llardan qiyib ketish bu qadrli qarindoshlar. Yo'llardan borgan sari o'zining nishonidan chiqib ketish bu. Qanchalik inchki so'z qadrli qarindoshlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu la yarji'u qabla al-wusuli ilayhi ba'da ma qasadahu. Maqsad qilib bo'lgandan keyin yetishdan burun yetib bo'lsa burun yanmaydi dedi. Biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan qadrli qarindoshlar Alloh subhanahu va taoloni maqsad qildi. Hamda Robbimizni nishon qilib bo'lgandan keyin boshqa yoqqa burilib ketish degan. Hech bir narsa bizni burayolmaslik kerak. Hech bir narsa bizning nishonimizdan boshqa yoqqa buranmaslik kerak. Na xatarlar, na qiyinchiliklar, na nurg'un vahimlar, na tahdid, na kambag'allik, na hech bir narsa bizni Robbimizni nishon qilib mangan yo'limizdan bizni burayolmaslik kerak. Boshqa yoqqa so'rab ketmaslik kerak qadrli qarindoshlar. Ulamolar deydi-ki, bu ismni tunigan mu'min, bu ismni bilgan mu'minning qilishga tegishlik adablaridan birisi nima desa, u o'zining himmatini oliy qilish kerak, himmatini ko'tarishi kerak dedi. Hattoki Alloh subhanahu va taolo u insonning bu tirishchanligi sababli u insonni ayiblaridan, nuqsonlaridan ham poklag'ay deydi. Poklag'usi. U o'zini oldi bilan o'zining himmatini oliy qilsin, yuksalsin. Allah subhanahu va taolo uning ayiblaridan poklaydi dedi Alloh subhanahu va taolo. Endi bu yerda ayib degan so'z tilg'alangan vaqtida bir narsani eslatish kerak bo'ldi. Ya'ni insonning jismidagi ayiblar qadrli qarindoshlar, jismimizdagi ayiblar mayli qanchalik cho'ngib ketsin, qanchalik alamlik bo'lib ketsin. Palaj ulayli, ko'zimiz ko'rmas ko'r ulayli,
ve nait ig'ir kesel yarıp ketayli. Bu ölgen haman jismdagi ayıp ölgen haman tugaydi. Onun ağırlık bu narsalar hammasi ölgen haman tugaydi. İnsan ölüş bilan tugaydi. Ammo lekin qalblarning kasalligi uchun, qalbdagi kasallik bo'lsa ölgen haman boshlaydi. Ay ölgen sikunutdan boshlaydi buning dadi. Buning ağırlığı insan canını teslim qilgandan tatib boshlandi buning ağırlığı. Shuning uchun an-nasu niyamun iza matu intabahu dedi. Ha? İnsanlarning hammasi uxlayotgan bo'ldi dedi. Uxlayotgan degan dunyoda hammasi xuddi bir g'ariq uyquda uxlayotgandek dedi. Ölse eğer ular ölgen haman intabahu derhal küçüp uyg'onish. Ha? Nayt diqqat qilib insan ölgen haman barliq narsa shu vaqt oshkor bo'ldi da. Xuddi uyg'onib ketgan, tushib uyg'onib ketgan insondak. Amallarimiz dunyoda yaxshi bo'lsa, yaxshicha, yomon bo'lsa, uni tutiladigan gap qadrli qarindoshlar. Bu vaqtda boshlangan. Dunyoda insonning qilgan shuning uchun xatoliklarimiz, jinoyatlar, buning hammasi amaliyotda bir nimish qiluvchi, mas qiluvchi o'kulga o'xshaydi bu narsa. Bu narsalar hamma insonni o'qiltib mas qiladi. Mas qildi bu narsa. Ölgen haman bu mesleği yişilip ketganda derhal bu vaqtida o'z holatiga kelgan gap. Bütün narsaning nimalar echilib ketgan gap. O'zining qanday maxluq ekanligini shu ölgen haman bildigan gap bu vaqtda. Shaqiy bo'lsa shaqiylikka yarasha narsa ko'radigan gap. Baxtlik bo'lsa baxtlik insonning yarasha rohat-barohatni ko'radigan gap qadrli qarindoshlar. Tuvandagi Jamius Sag'irdagi kelgan hadis bilan uning keyindagi oyatda nayt ro'shan bizga ochiqlab berdi qadrli qarindoshlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi cümle dedi ki innel ara la yalzamul mar'a yawmal kıyamah hatta yaqula ya rabbi la irsaluka bi ilan nar ahwanu alayya mimma alqa ve innehu la ya'lamu ma fiha min şiddetil azab dedi. Şeksiz ki ar numus, ar hicillik bu narsa qiyomat kuni insonga choplashib oldi dedi. Ölgen haman biz hamma narsa oshkorlandi. Bütün perdeler hammaning haqiqatini shu vaqtda bilamiz qadrli qarindoshlar. Bu ar numus, hijillik bu narsa qiyomat kuni insonga choplashib oldi. Hattoki deydi-ki, ya Rabbi, meni jahannamga tashlashing, jahannamga avatib etishing, men uchirgan bu ishdan bakrak menga yenikrak tuyuldi ya Rabbim deb shuna dedi. Çünkü o insan bu arnumus, bu hicilçilikte, bu hicilçiliğin içinde azabının en kattıkını tetiydi dedi. Nait kattık azap tetiydi dedi. Öyle bakayla kadarlı kardeşler. Yani bu nefs, bu kalbi ağırlık, bu kalbi azap, insanlar bu puşayman, bu özünün tügeşkerliğini his kılışına ibaret. Bu azap, ne mi dese, nait çok bir kattık elem birdi insana. Nefsi cihetlik elem. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala "Kul hel nunebbi'ukum bil akhsarina a'mala ellezina dalla sa'yuhum fil hayati dunya ve hum yahsabuna ennahum yuhsinuna sun'a." Etqani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sizlarga amal jihatda eng ziyon tatquchilarni xabar qilaylikmi biz sizlarga? Ha? Xabar qilib beraylikmi sizlarga? O şundak kişiler ki, onların hayati dünyada kılgan emelleri, hayati dünyadaki işleri azgan, hayati dünyadaki sa'iyeleri, işleri azgan, ama lekin ular özlerini yaxşı iş kılıbatımız deb guman kılıbatkan kişilerdir dedi. Emel cihat en ziyan tatqanlar, dünyada biz yaxşı kılıbatımız, bizge aşağı noçunu amini kılıbatımız deb şuna guman kılgan, emineti sa'iyelerinin hemmesi Allah'ın kitabı şeriyeti zid boğan emellerde yürüvatkan. Bu kişiler emel cihattan en ziyan tatqan kişiler bular dedi. Allah subhanahu teala. Allah subhanahu teala bizni bundaq baxtsiz kişilerden qilib qo'ymasin qadrli qarindoshlar. Allohga tuvanchilik bilan tilaymiz. Yani qadrli qarindoshlar, yana ulamalar bu isim haqida Al-Quddus haqida degan ki, Al-Quddus ismini tonigan mu'min o'zining tilini g'aybatdan poklaydi dedi. Davomli poklash haqida gap qo'yamiz. Quddus ismini, Quddus Rabbini tonigan mu'min o'zining tilini g'aybatdan poklaydi. O'zining qalbini g'aybatdan poklaydi. Davomli holatda Robbiga yaqin bo'ldi, shuni bilan buni bilan pokladi.
va o'zining ko'zlarini ham har xil shak shubha bilan qarashdan, haromga qarashdan poklaydi va o'zining sir, o'zining ichki dunyosini ham poklaydi. Shuning bilan qanday qiladi? Bundaq poklagan mu'minni Alloh subhanahu va taala uning ichki dunyosini Alloh bilan o'ttirdi, parda bo'lib qoldigan bundaq pardani ichib o'tdi Alloh subhanahu va taala. Bu pardani ichib o'tib, Alloh bilan shunday yaqin mu'minga aylanadigan gap. Alloh bizni ana shunday baxtli mu'minlardan qilsin, qadrli qarindoshlar. Yani bu dersimizning Al-Quddus ismining xulosasi nima degan vaqtida va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aşu farishtalar deganlik. Biz ey Rabbimiz, biz sana hamdu sana aytish bilan sana tasbih aytamiz va sen uchun o'zimizni poklaymiz. Sana loyiq sen bilan birga bo'lish uchun, sening dargohingda sen bilan birga bo'lish uchun, sening jamolingni ko'rish, sening jannatingda sening do'stlaring bilan birga bo'lish uchun, mu'minlar bilan, shahidlar bilan, payg'ambar, siddiqlar bilan birga bo'lish uchun, ana shundaq shular bilan birga bo'la oladigan, shularga loyiq mu'minlardan bo'lish uchun o'zimizni poklaymiz ey Rabbimiz. Degan bo'ldi darsimizning xulosasi bu qadrli qarindoshlar. İbrahim ibn Adham shunday hikoya qilinganki, bir kuni yo'lda ketib o'tib bir masni uchirdi deganda, yo'lda mas yotgan bir odam. Yo'lning o'ttirlam yetib qolgan. Qusib o'tgan, kiyimlari aldamiz qusuq. Shuning bilan bu İbrahim ibn Adham aytib qattiq taqvodor, alim kishi. Nayt qattiq ko'ngli yerim bo'ldi ekanda bu ahvolni ko'rib. Ya bu mushu ig'iz bilan mushu qusuq yotgan, yo'lning o'ttirdi yotgan, mushu ig'iz bilan Alloh subhanahu va taolani shu buyuk Allohni zikr qilgan ig'iz tursa bu qandoq bir baloga tushib qolganda bu deb uning tilini, ig'izlarini yuvib tozalab qo'ydi ekanda. Mush til bilan Allohni zikr qilgan bu deb. Bugun bu qusuq holatda turdi, bu yo'lda yetib deb uni tozalab qo'ydi ekan buni. Nayt ulug' bir sheyx. Shuning bilan bu maslikdan yeshilgandan keyin boshqa kishilar İbrahim ibn Adhamdek cho'ng bir dangliq olim bir shayxninki uning shu san qanday qo'yganini bilarsiz, menda qildi degandan keyin bu intan bu maslikdan yeshitib İbrahim ibn Adhamning bunday qilganligini anglab qattiq o'z-o'zidan xijil bo'lib Allohga tavba qilib yig'lab Allohga tavba qildi ekan. Va u tavbasi nihoyat go'zal bo'ldi ekan bu kishiningki. Alloh subhanahu va tavbasini qabul qilib, ve İbrahim ibn Adham keyin tushida shuni ko'rdi ekanda. Tushida shunday tush ko'rdi ekan. Tushida bu birisi shunday bir nido qilg'uchi deyotgan ekanki uningga, ya İbrahim tahharta famahu min ajlina fatahharna qalbahu min ajlik deb shunday bir ovoz anglagan ekan. Ey İbrahim, sen uning ig'izini biz uchun poklab qo'yding. Sen uning ig'izini biz uchun poklab qo'yding. Biz uning qalbini sen uchun poklab qo'ydik. Deb shundoq bir nidoni anglagan ekan İbrahim ibn Adham. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, biz qo'limizdan kelishicha bu qissani ayt ta'sirlanishimizga tegishli bo'lgan, nihoyat ta'sir qilgan qissalarning biri qadrli qarindoshlar bu bizga. Hayotimizda biz qo'limizdan kelishicha, qo'limizdan keldiganini qilishimiz kerak. Bizning gap anglamaydigan, nihoyat farzandimiz bo'lib qolsa masalanga, gap anglamaydigan, namoz o'qisak o'qimaydigan, biz uni tirishaylik, shakli jihatdan bo'lsa namoz o'qiydigan qilaylik. Buningga tirishaylik, hattoki Alloh subhanahu va taoloning qalbiy jihatdan, ruhiy jihatdan Robbiga yuzlanadigan shundoq bir shakli emas, ruhiy jihatdan yuzlanadigan qilib qo'yishga Alloh qodirki. Alloh fazli karimini aytdi, yuksak Allohdan qadrli qarindoshlar. Biz qo'limizdan kelganini qilaylik. Biz Alloh nimaga buyurgan bo'lsa shu buyruqning ustida bo'laylik. Chekligining ustida to'xtaylik, o'tib ketmaylik chegaradan. Namozlarimizda xushu bilan namozga turaylik. Balki Alloh subhanahu va taolo bizga o'z rahmati bilan tajalli qilishi mumkin. Bolalarimiz, farzandlarimiz bilan birga namoz o'qishga tirishaylik. Alloh subhanahu va taolo ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilib, hidoyat o'zining shu kangri rahmatiga ib qilishi mumkin qadrli qarindoshlar.
Biz ularning tashqi qiyofatini poklaylik, tashqi qiyofatini go'zallashtiraylik. Alloh ularning ichki dunyosini go'zallashtirishga Alloh subhanahu va taolo qodirdir. Bu qissaning nimasi oxir vaqtida bu Ibrohim ibn Adham bu narsani tushida shu ovozni anglagandan keyin bir kun hamda boshqa necha kunlar o'tgandan keyin masjidga kirdi ekanda. Masjidga kirib bir odamning nihoyat qattiq yig'lab ibodat qilayotganligini, Robbiga duo qilayotganligini ko'rdik. Tahajjud qilayotgan, duo qilayotgan, Robbiga yig'layotgan, nido qilayotgan bu shaklda ko'rib hayron qilib, buning o namozlari, bu xushu Allohga bo'lgan nimasi ajablantirdi ekan buni. Deydi ekanki, "Ya sen kim o ipalani? Sen kim o?" deb shuna so'raydi ekan. "Sen kim?" deb shuna so'ragan ekan. Deydi ekanki, "Innallazi hadani akhbaraka bihali." Meni hidoyat qilgan zot Alloh sana mening ahvolimni xabar qildi deb shuna deydi. Meni hidoyat qilgan Alloh sana mening ahvolimni xabar qildi. Ya'ni sana ey Ibrohim, sen uning qalbi, sen uning og'zini biz uchun tozalab qo'ygandan, biz uchun paklab qo'ygandan, biz uning qalbini sen uchun paklab qo'ydik deb shuna deymidimi deb. Mana boqaylik. Shuning uchun hech bir zaman umidsizlanmasligimiz kerak. Agar biz bir insonni Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ma'siyatda mayli tuvan bo'lsin, mayli eng yuqori bir ma'siyatda bo'lsin, jinoyatning ichida bo'lsin, biz hargiz umidsizlanmasligimiz kerak o insondan. Chunki Alloh bilan bo'lgan isloh, Alloh bilan sulh tuzishi har zaman, har sekund mumkin. Ko'zni yumib ochqicha Alloh bilan o'tirsa isloh bo'lishi mumkin. Hargiz umidsizlanmasligimiz kerak. Onun o to'g'rini yetkazishimiz, onun umisi bu yiroq, bu o'lsuldi, bu tugasuldi demasligimiz kerak. Chuqur uni qo'limizdan kelishicha, Allohning rahmati kengri qadrli qarindoshlar, kuchimizdan yetishicha, chiroyli shaklda, go'zal shaklda anglitishimiz, bildirishimiz hargiz va hargiz umidni bu yo'q, bu tugashgan nima, buning hech bir foyzi yo'q buning diniga deb bunda qaraydigan ishni qilmasligimiz kerak qadrli qarindoshlar. Agarda shuning uchun agarda bir asi bir banda agar Alloh subhanahu taolo qaytsa bir osmonlar va zaminda bir nido qiluvchi shundoq nido qildi. Anhanni'u fulanan faqad istalaha ma Allah. Palanini muboraklangni, tabriklangni palanini. U haqiqatan Alloh bilan o'zining o'ttirisini isloh qildi, u o'ngishdi deb shunday nido qildi dedi. Allohga tavba qilg'uchi, Allohga qaytquchining holining qandaqligini o'ylab boqaylik. Ana shundoq nido qildi dedi. Qadrli qarindoshlar, shuning bilan bilganki, Al-Quddus ismini tuvandagi go'zal so'zlar bilan xuloslayman. Bu so'zlarni, bu go'zal so'zlarni minglarga, yurkinglarga yezib etishinglarni umid qilman qadrli qarindoshlar. Inna lil hasanati daya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. Şəksiz ki, yaxşılıq, güzel iş, yaxşı əməlinin yüzde bir nur payda qıldı bu dedi. Yüzde bir xil nur buldu, yüzde nur çıkıdı bu insanın bundaq kılğan işlərinin. Qalbida nur meydana keldirdi, qalbi nurluq buludu, rizqi kengri buludu, bedeni küçlük buludu. Ve mahluklar, insanların qalblarida yaxshi ko'rildigan bo'ldi dedi qadrlar. İnsanlar onu yaxshi ko'radigan bo'ldi. Hammasi yaxshi ko'rgan, nafratlanmaydi undan, balki yaxshi ko'radi. Qaysi birimiz ana shunday yuqoridagidek rizqimizning kengri bo'lishi, yuzlarimizning nurliq bo'lishi, qalblarimizning nurliq bo'lishi, qorong'u bo'lmasligi, badanimizning kuchli bo'lishini qaysi birisimiz orzu qilmaymiz qadrli qarindoshlar? Qaysi birisimiz, qaysi bir mu'min shunday bo'lishni orzu qilmaydi? Unda Osman'ın retsep. Yaxşı amel, güzel amel bunun retsepi dedi qadrli qarindoshlar. Misrda yaşagan 130 yil yaşagan Misrdagi dağlıq o'limalarning biri. Va shundaqla Damashqda ham Alloh rahmat qilsin 96 yosh yaşagan bir olim o'lima bakanda bu kishining o'quvchilari nihoyatda shundoq yashnib qolgan bo'lsa-mu,
qaddi qomati shundoq tek, ko'zlari shundoq o'tkir, kuch-quvvatli, quloqlari shundoq anglaydiganda, qilchilik undaq o'yin indosida bir gapni ikki qatim so'rmaydi. Har qanday so'z shundoq o'tkir, yani quloqini anglashi va nihoyat eshitdik. Kishilar bir talma tushmagan shundoq go'zal tug'andi ekan. O'quvchilar hayron qilib so'raydi ekanda, bu qadar kuchlik, bu nima degan sog'lomlik bu? Nereden kelgan sog'lomlik bu deb o'quvchilar hayron qilib so'raganda ekan, shunday javob beribdi-ki, ya bunay hafiznaha fis sigar fa hafizahallohu alayna fil kibar deb javob bergan ekan. Bolalarım, biz bu jismimizni kichik vaqtimizdan, yosh vaqtimizda saqlagandik dedi. Allohning buyurgan shaklida saqlab, haram narsaga ishlatmay, go'zal shaklda muhofazat qildik. Allah subhanahu va taolo bizga yashnib qolgan, bizga ehtiyojli bo'lgan yashnib qolgan holatimizni bizga sog'lom holatda qoldirib berdi buni deb shunday degan ekan. Qadrli qarindoshlar. Tamam, shuning uchun mu'minlarning duosidan birisi ham bizning duolarimizdan Allohumma matti'na bi asma'ina va absarina va quwwatina ma ahyaytana deb duo qilamiz. Ey Allah, bizning quloqlarimiz, ko'zlarimiz, kuch-quvvatimizni bizni hayot qoldirgan muddatcha bundan ayirmag'in bizni deb shunday duo qilamiz. Buning ne'matidan bizni mahrum qilmag'in, ojizlashtirmag'in, bizga shu kuch-quvvat bergin deb duo qilamiz qadrli qarindoshlar. Yana yuqoridagi so'zning oxiri va inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Yomonlik, jinoyat, xatolikning u insonning yuzida bir xil qorliqni maydonga keltiradi. Ko'rimsiz bir xil qorilik maydonga keldi. Va zulmatan fil qalbi wal qabr. Va shundaqla qalbda va qabrda zulmat, qorong'ulikni maydonga keltirdi. Jinoyat, xatolik. Va badanda kuchsiz, badani noit laqva, kuchsiz holatda, kuchsizlikni maydonga keltirdi jinoyati. Va naqsan fil rizq, rizqning kam bo'lishini maydonga keltirib chiqadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deydi-ki, qad yuhramul mar'u ar-rizqa biz-zambi yusibuhu deb shunday deydi. İnsan o qilsagan jinoyatlik sababli, jinoyat gunoh sababli inson rizqdan mahrum qilinishi mumkin deb shunday payg'ambar alayhisalom shunday degan. Rizqdagi kamtuklik deb. Maxluqlar insonlarning qalblarida ham g'azablanadigan, yaxshi ko'rilmaydigan bir insonga aylanib qolgan gap. G'azab qiladigan qalb boshqalar kishilarda. Demak, qadrli qarindoshlar, bu jinoyat, xatolik, gunoh, üstü bo'lgan bu gunoh nima desa, bandaning Robbining dargohida hech o'rni yo'qligi, Robbining dargohida tuvan, Robbining dargohida ko'zga ilinmaydiganligining bir dalili. Robbining dargohida ko'zga ilinmagan ekan, Robbining dargohi ko'zidan tushib ketgan ekan, maxluqning nazarida ham ko'zi tushib ketdi o insonning. Bundan Allah saqlasunki qadrli qarindoshlar, bunday kishilardan bo'lib qolishni Allah saqlasun. Oxirgi nasihat: ittaqillaha bijtinabil muharramat takun minat tawwabin. Allah subhanahu va taoladan harom narsalardan yiroq turish bilan Allohdan qo'rqqin. Allohga tavba qilguvchilardan bo'lasan dedi. Allohning harom qilgan narsalardan yiroq turish bilan Allohdan qo'rqqin. Allohga tavba qilguvchilardan bo'lasan. Va tawarra' an iqtiham ash-shubuhat takun minal mutatahhirin. Shubhilik narsalarga yiqilishdan hazar ayligin pok kishilardan bo'lasan dedi. Shubhilik narsalarni tashlig'in yiqin kelmagan undaq narsalarga pok kishilardan bo'lasan. Wazhad fima zada an qadri ad-darura tanju min al-hisab at-tawil. Va zururiyat miqdori, zurur bo'lgan miqdordan oshgan narsadan zohid bo'lgan, buningga intilmagan uzun hisobdan qutulib qolasan dedi. Sana jiddiy ehtiyojli bo'lgan, zurur bo'lgan, kundalik hayotingda zurur bo'lgan narsalardan oshgan, ziyoda bo'lgan narsalarga ko'p chepib buningda zohid bo'lgan, buningga bak intilmagan uzun hisobdan qutulib qolasan dedi. Va nima deydi? Va aqbil ala xidmati mavlaka tanal as-sawab al-jazil. Rabbing Allah subhanahu va taolaning xizmatiga yuzlangan eng go'zal, eng no'chi mukofot, eng isil
mukofot darajalarga erishsin. Allohumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ey Allah, senden tövənçilik bilan şunu tilaymizki, bizga manfaatlik ilmni ato qilgin, bizga foyda beradigan ilmni ato qilgin va bizga o'rgatgan, bizga bildirgan narsalaringda bizga manfaat, biz shundan foydalana oladigan bir ruh, kuch-quvvatni ato qilgin va Rabbimiz bizning ilmimizni ziyoda qilgin. Ey qadrli, ey ulug' Parvardigorimiz, sen hammaga qodirsan. Valhamdulillahi robbil alamin. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib bo'lgan biz Allah subhanahu va taolaning ismlaridan Al-Quddus ismini mishada tugatgan, oxirlashtirgan bo'ldik. Inshaalloh Allah subhanahu va taoladan tövənçilik bilan biz loyiq bo'lmasaqmi Robbimizdan tövənçilik bilan rahmati kangri, mag'firati kangri bo'lgan shu Robbimizdan bizni ana shu o'zini poklagan, o'zini haqiqiy shu Robbimiz uchun hozirlagan mu'minlardan qilishini tövənçilik bilan tilaymiz. Shaksizki Allah bununla qodirdir. Ve biz şundak müminlerden buluş için hareket qilishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Allah bizni ana shu baxtli müminlerning qatoridan qilsin. İnşallah kelarki saatda yangi bir ism bilan yuz ko'rishgacha sizlarni shu janobi Allah subhanahu va taolaga topshiramiz. Qadrli qarindoshlar, ijobatli duolaringlarda barliq qarindoshlarimiz uchun, shundaqla kamina ojiz uchun ham duo qilib qo'yishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين.